Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan nega vibrato vizual past pog'onadagi telefonlarda ishlamasligining sabablarini aytib o'taman. Va bugungi videomiz shundan iborat. Agar video sizga yoqgan bo'lsa, like va obuna bo'lsangiz. Qani, videoni boshladik. Tak. Siz setting bo'lmasiga o'tganingizda mana bu yerdan vibrato vizual turadi. U nega kular? Meni ko'rgan tutdi. Hozirgi yangi telefonlar A55, S22, S24 Ultra telefonlarda yoniladi. Bu degani o'sha telefonlarda ishlaydimi deganingiz yo'q. Xavotir olmang. Agar sizning telefoningiz yangi bo'lsa va uning xotirasi o'ta katta bo'lsa, siz mana shu versiyani tushirsangiz, shu vibrato yonadi. Ya'ni mana bu 1.21.132. Xohlagan shederingizga qo'shasiz va setting bo'lmasiga o'tib vibrato vizualni yoqasiz va qarabsiz sizning shederingiz ishlashni boshlaydi. Qolgan modlar ham tushaveradi. Agar shader tushirsangiz mabododa mana bu shader Rege shader versiya 3.58 ni tavsiya qilaman. U yanada ko'rkam va chiroyli qiladi. Xohlasangiz boshqa shaderlar ham tushirishingiz mumkin. Va bugungi videomiz tugadi. Barchaga yoqqan bo'lsa, yoqqan degan umiddaman. Xayr hammaga.